uchun degan so'zni ingliz tilida ikki xil ko'rinishda ishlatishni o'rganamiz. Qani ketdik. So that, in order to. So that asosan gapni o'rta qismida keladi va undan keyin biz ega kesim, ya'ni subject and verb, ega kesim berishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana gapni qarab chiqamiz. I'm telling you this several times. Men senga buni bir necha marotaba aytayapman. So that you understand it properly. Sen buni yaxshi tushunishing uchun. E'tibor beraylik. So that'dan keyin you, subject, understand, verb, ya'ni fe'l kelyapti. Ya'ni so that'dan keyin ba'zi odamlar darrov verb, ya'ni fe'l ishlatib qo'yadi. Bu xato. Ega kesim kelish kerak. Endi keyingisi in order to. In order to dan keyin biz darrov fe'l ishlatsak bo'ladi. Qarang. Bu ham gapning o'rtasida kelyapti. I'm telling you this several times. Men senga buni bir necha marotaba aytayapman. In order to, e'tibor beraylik, in order to make it sure you understand it properly. Ya'ni in order to dan keyin nima kelyapti? Make, fe'l kelyapti. Tushunarlimi? In order to dan keyin fe'l, so that dan keyin ega kesim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, shu so that va in order to ni ishlatgan holda izohlarda ikkita gap yozib qoldiring.